Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Mourinho Fenerbahcheda qolish niyatida. Jose Mourinho Fenerbahcheda qolishni rejalashtirmoqda. Keyingi mavsumda shu yerda qolamanmi deb so'rasangiz, Fenerbahche prezidentining bir necha hafta oldin televizordagi so'nggi nutqini eslatib qo'yaman. U mening qolishimni xohlayotganini va keyingi mavsumda ham shu yerda bo'lishimni kutayotganini aytdi. Buni omma oldida aytishda hammasi shu. Menimcha bu aniq. Agar o'sha kundan beri biror narsa o'zgargan bo'lsa, menga aytilmadi. Tasdiqlashim mumkinki, bu so'zlar bizning uchrashuvimizda menga aytilgan so'zlar bilan bir xil edi. Demak, men uchun bu juda aniq holat, dedi bosh murabbiy Turkiya chempionatida Hataysportdan uchirilgan mag'lubiyatdan so'ng. Fenerbahche prezidenti Ali Koch Mourinho barqarorlik uchun klubda ishlashni davom ettirishni istashini aytdi. Shuningdek, portugaliyalik 36 million yevrolik taklif olganini va mavsum o'rtasida jamoani tark etishi mumkinligini aytilgandi. Ammo u bu taklifni rad etdi. Rashford Aston Villa bilan xayrlashdi. Manchester United hujumchisi Marcus Rashford xayrlashuv maktubini yozdi. Shunchaki Aston Villadagi barchaga aql bovar qilmas bir necha oy uchun rahmat aytmoqchiman. Ular haqiqatan ham o'zgacha klub va men Villa muxlislari meni maydonda birinchi daqiqadanoq quchoq ochib kutib olganini juda qadrlayman. Murabbiy, jamoa va butun murabbiylar shtabi ajoyib. Biroq ushbu mavsumda Chempionlar Ligasiga chiqa olmaslik qanchalik xafa qilganini tushunaman. Ishonchim komilki, bu klub va bu jamoa yanada kuchliroq bo'lib qaytadi, dedi Rashford. Marcus Rashford shu yilning fevral oyida Birminghamning Aston Villa jamoasiga ijaraga berilgan Manchester United futbolchisi. 27 yoshli Rashford Birmingham klubi safida 17 o'yinda maydonga tushib 4 ta gol urdi va 6 ta golli pas uzatdi. Fabrizio Romanoning so'zlariga ko'ra, Marcus Rashford ijaradan Manchester Unitedga qaytadi va uni yozda taxminan 45 million yevroga sotib olish mumkin bo'ladi. Atletico yozda Martinesni sotib olishga tayyor. Inter hujumchisi Lautaro Martinez kelgusi mavsumni La Ligada boshlashi mumkin. El Chiringuito xabariga ko'ra, Atletico argentinalik 27 yoshli futbolchini yozda o'z safiga qo'shib olmoqchi. Klub Julian Alvaresga hujumda sherik sifatida aynan Martinez nomzodiga to'xtalgan. Madridliklar Lautaro transferi uchun 100 million yevrodan ko'proq mablag' sarflashga tayyor. O'z navbatida Inter uni osonlikcha qo'yib yubormoqchi emas. Yakunlangan mavsumda forvard klub safida barcha turnirlarda 48 o'yinda maydonga tushib, 22 ta gol urdi va 7 assistni o'z hisobiga yozib qo'ydi. Futbolchining milanliklar bilan amaldagi shartnomasi esa 2029-yilning yozigacha tuzilgan. Transfermarkt portali uning narxini 95 million yevro deb baholagan. Zidane Fransiyani boshqarishi mumkinligi haqidagi xabarlarga izoh berdi. Afsonaviy Zinedine Zidane 4 yildan buyon murabbiylik lavozimida ishlamayapti. Mishmishlarga ko'ra 2026-yilning yozida Zidane Fransiya terma jamoasini boshqarishi mumkin. Mutaxassisning o'zi bu mavzuga izoh berdi. Fransiya terma jamoasida hozir murabbiy bor va biz uni va jamoani hurmat qilishimiz kerak. Men har doim futbol va odamlarni hurmat qilganman, shuning uchun hozir bunday suhbatlar uchun noqulay vaqt. Lekin vaqti kelib shunday imkoniyat tug'ilsa juda xursand bo'laman. Faoliyatimni bir muddat to'xtatib qo'ydim, lekin o'zimni to'liq murabbiy sifatida his qilyapman, deya Zidanening so'zlarini keltiradi Marca. Bunaqasi bo'lmagan. Husanov, Shomurodov va Fayzullayev haqida. Yevropaning aksariyat mamlakatlarida futbol bo'yicha yuqori divizion musobaqalari yakunlanib, chempionlar, sovrindorlar, Yevrokuboklar ishtirokchilari va quyi ligaga ravona bo'lganlar nomi aniq bo'lib ulgurdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 2026-yilgi jahon chempionatiga chiqish uchun hal qiluvchi ikki bellashuv arafasida turgan vaziyatda 3 nafar yetakchi o'yinchimiz Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov va Abbosbek Fayzullayevning klublari ijobiy natija qayd etganini ta'kidlash lozim. Eldor Shomurodov, Roma. Terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodovdan boshlaylik. Odatdagidek 29 yoshli hujumchimiz mavsumni zaxira o'yinchisi sifatida boshladi. Roma mavsum davomida ikki bor o'zbek hujumchisidan qutulishga harakat qilib ko'rdi. Ayniqsa qishki transferlar davrida Venetsiya Shomurodovni kutib olishga tayyorgarlik ko'rayotganida bosh murabbiy Claudio Ranierining transferga qarshi chiqqani keyinchalik Roma uchun o'ta manfaatli qaror bo'lib chiqdi. 73 yoshli tajribali murabbiy xulosida Eldor Shomurodov chempionatning hal qiluvchi pallasida jamoaning muhim o'yinchisiga aylandi.
O'zbek forvardining gollari va assistlari orqali kelgan ochkolar Romaga so'nggi pallagacha Yevropa Chempionlar Ligasi yo'llanmasi uchun kurashish imkonini berdi. Garchi jamoa kuchli to'rtlikka kira olmagan bo'lsa-da, kelasi mavsum Yevropa Ligasida o'ynaydigan bo'ldi. Shomurodov esa 37 ta uchrashuvda o'z hisobiga 7 ta gol va 5 ta assist yozdirib qo'ydi. Eng muhimi, butun Rim muxlislari Eldorni shaxsiy manfaatdan ko'ra jamoa foydasi uchun kurashadigan o'yinchi sifatida yanada qadrlaydigan bo'ldi. Eldorning mavsum davomida 37 ta o'yinda ishtirok etgani Italiyadagi faoliyat davomida shaxsiy rekordi hisoblanadi. Bungacha hamyurtimiz bir mavsumda bu qadar ko'p uchrashuv o'tkazmagandi. Abduqodir Husanov, Lens va Manchester City. 21 yoshli markaziy himoyachi mavsumni Fransiya chempionatida boshlab, Angliya Premyer Ligasida yakunladi. Abduqodir Husanov mavsum avvaldayoq Lens zaxirasidan chiqib, asosiy tarkibning muhim o'yinchisiga aylandi. Markaziy himoyachi Fransiya chempionati, mamlakat kubogi va konferensiyalar ligasi saralash turnirida jami 16 ta uchrashuvda qatnashdi. Uning yuqori saviyadagi o'yini top ligalar grantlari e'tiborni qozondi va qishki transferlar oynasi ochilishi arafasida 20 taga yaqin klub o'zbek himoyachisi bilan hamkorlik o'rnatish imkoniyatlarini chamalashga kirishdi. Bu masalaga birdaniga 40 million yevro badal puli va yana 10 million yevro bonus taklif qilgan Manchester City nuqta qo'ydi. 20-yanvar kuni Abduqodir Angliyaning o'sha paytdagi amaldagi chempioni safiga borib qo'shildi. Husanov Josep Guardiola qo'l ostida Angliya Premyer Ligasi, mamlakat kubogi va Yevropa Chempionlar Ligasida 9 ta uchrashuv o'tkazdi. Angliya kubogi doirasida o'z hisobiga gol ham yozdirib qo'ydi. Manchester City chempionatning birinchi qismida yuz bergan inqirozning yengib o'tib, Premyer Ligani 3-o'rinda yakunladi va kelasi mavsum Yevropa Chempionlar Ligasiga yo'llanma oldi. Demak, Husanovni bronza medal bilan ham tabriklasak bo'laveradi. Abbosbek Fayzullayev CSKA. Abbosbek Fayzullayevning armiyachilar tarkibidagi faoliyatini ikkiga bo'lish mumkin. Mavsum boshida yorqin o'yinchilari bilan ajralib turgan hujumkor futbolchimiz chempionatning ikkinchi qismida ko'zga kam tashlanadigan bo'lib qoldi. Bunga asosiy sabab CSKA bosh murabbiy Marko Nikolich o'yin sxemasini va buning ortidan Abbosbekning maydondagi joy va vazifasini o'zgartirganidir. Abbosbek qanot hujumchisi pozitsiyasidan olib markazga qo'yildi. Vazifalari qatoriga hujum uyushtirishdan tashqari raqib hujumlarini to'xtatish va himoyaga ko'proq qaytish yuklamalari qo'shildi. Yosh futbolchi og'ir talablarga ko'nikishi biroz vaqt oldi. Bosh murabbiy Marko Nikolich bu pasayish tabiiy va vaqtinchalik ekanini aytib, Fayzullayev yangi joyga moslashib olishi bilan samaradorligini ko'tarilishini ta'kidladi. Yangicha o'yin sxemasi jamoa uchun foydali bo'ldi. CSKA chempionatning hal qiluvchi qismida yana 2025-yil davomida mag'lubiyatsiz seriya namoyish qilib, 3-o'rinni naqd qildi. Bundan tashqari armiyachilar 1-iyun kuni Rossiya Kubogi super finalda Rossiyaga qarshi o'ynaydi va chempionatning bronza medali qatoriga nufuzli sovrinni ham qo'shib olish uchun juda yaxshi imkoniyatga ega. Ta'kidlash joizki, Yevropaning kuchli chempionatlarida o'zbek legionerlari o'ynayotgan jamoalar bir mavsumning o'zida yuqori o'rinlarni egallagani ilgari hech kuzatilmagan holat sifatida namoyon bo'ldi.